Hazreti İsa ularga yana bir tamsilni so'zlab berdi. Erishning podshohligi xuddi bir odamning etizga shoshgan qicha urug'iga o'xshaydi. Qicha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsa-mu, u har qanday ziroatdan egiz o'sib, ko'chat bo'ladi. Hatto qushlarmi kelib, uning shoxlarida uvlaydi. Hazreti İsa ularga boshqa bir tamsilni so'zlab berdi. Erishning podshohligi xuddi xemir turishga o'xshaydi. Ayol xemir turishni bir xolta unga qo'shib uyg'ursa, bu xemir turuch butun xemirni o'ldiralaydi. Hazreti İsa bu ishlarning hammasini tamsillar bilan ko'pchilikka bayon qildi. U tamsil keltirmay turib, hech qanday ta'lim bermaydi. Buning bilan bir payg'ambar orqali oldin ola aytilgan mo'ni so'zlar amalga oshirildi. Og'zimni tamsil so'zlash bilan ochiman, dunyo opirdi bo'lgandan beri sir bo'lib kelgan ishlarni tilga olaman. Shundan keyin Hazreti İsa ko'pchilikdan ayrilib uyga kirdi. Shogirdlari yeniq kelib, etizdagi yava o'tlar to'g'risidagi tamsilni tushuntirib qo'ysingiz, dedi. Hazreti İsa mundaq dedi. Yaxshi urug'larni chashqan inson o'g'lidir. Etiz dunyo bo'lib, yaxshi urug'lar erishning podshohligining mirosxo'rlaridir. Yava o'tlar bo'lsa, shaytonga tava bo'lganlardir. Yava o't urug'larini chashqan dushman shaytondir. O'rmi vaqti, zaman oxiri. O'rmichilar bo'lsa, farishtalardir. Yava o'tlar qandoq yulinib o'tga tashlangan bo'lsa, zaman oxiridimi shundoq bo'ladi. İnson o'g'li farishtalarini avatib, insonlarni gunohga ozdirgan va yomonlik qilganlarning hammasini o'z podshohligidan shallab, ularni lovuldab turgan o'tga tashlaydi. Ular bu yerda hasratni yig'lab, tishlarini g'uchurlatadi. Haqqoniy odamlar u chaqda otsi Xudoning podshohligida quyoshdek chaqnaydi. Bu so'zlarni qulog'inglarda chin tutinglar. Erishning podshohligi xuddi etizda yoshirilgan bir g'azinaga o'xshaydi. Uni tepib olg'uvchi hayajon ichida g'azinani qaytadan yoshirib, shu etizni setib olish uchun bor yo'qini setib etadi. Erishning podshohligi yana qimmat baholiq unchi marvoyatlarni izlagan savdogarga o'xshaydi. Savdogar nihoyat qimmat baholiq bir marvoyatni topgan ekan, qaytib berib bor yo'qini setib, u marvoyatni setib oladi. Erishning podshohligi yana dengizga tashlanib, har xil baliqlarni tutadigan to'rga o'xshaydi. To'r to'shqanda baliqchilar uni qirg'oqqa tortib chiqaradi. Ondan o'tirib, yaxshi baliqlarni ilg'ib elib, sevatlarga qochilab, nacharlarini tashlab etadi. Qiyomat kunimi shundoq bo'ladi. Farishtalar kelib, yomon kishilarni haqqoniy kishilardan ayiradi va ularni lovlab turgan o'tqa tashlaydi. Ular u yerda asadda yig'lab, tishlarini g'uchurlatadi. Hazreti İsa ulardan bu so'zlarni tushundinglarmi deb so'radi. Tushundik deb javob berdi ular. Hazreti İsa mundaq dedi. Erishning podshohligi to'g'riliq ta'lim olgan Tavrat ustozi xuddi g'azinasidan konunla emas, balki yangi narsalarni ilib chiqqan xo'jayinga o'xshaydi. Hazreti İsa bu tamsillarni so'zlab bo'lgandan keyin u yerdan ayrilib, o'z yurtiga ketdi va o'z yurtidagi ibodatxonada xalqqa ta'lim berishga boshladi. Uning ta'limini anglagan xalq hayron bo'lib, bu odamning bunchavala aql farosati va mo'jiza yaratish qudrati nerdan kelgandi? U faqat oddiy bir yog'ochchining o'g'li. Uning onasining ismi Maryam, Yaqub, Yusuf, Simon va Yahudalar uning qarindoshlari emasmi? Singillarining hammasi o'z ichimizda. Shundoq turuqliq, uningdagi bu qobiliyatlar
zodi nadin kelgandi deyishatdi. Shuning bilan ular uni rad qildi. Hazreti Ayso ularga mundoq dedi: Payg'ambar o'z yurti va o'z uyida hurmatga sazovor bo'lmaydi. Ularning e'tiqodsizligi tufaylidan Hazreti Ayso u yerda ko'p mo'jiza ko'rsatdi.